Biz buni hech kimga aytmas ekanmiz. Mana bizani SMM-shikimizni ko'rib, shu narsani aytinglar, odamlar bilsin deb замечание bergandan keyin aytmoqmiz. Bizani klinikamizda O'zbekiston bo'yicha yagona Yevropa flebologlar kollejida 1 yillik o'qishni o'tib kelgan o'sha yagona mutaxassislar ishlaydi. O'shandan bittasi mana Shahzoda Dilshodovich, Surat Ne'matullayevich va men Otabek Anarqulov 2024-yilda borib, o'qib, konferensiyasida qatnashib, diplomlarni olib kelganmiz. Endi o'zimiz uchun o'qiganimiz uchun boshqalarga alaqamiz. Haqiqatan o'qish juda такой жесткий bo'ldi. Imtihonlari bilan har 2 oy 3 oyda imtihon topshirib, o'ta olmasang uni boshqatdan topshir. O'ta olmasang bir marta bo'ldim. Juda savollar ham oson emas. Yevropa standartlari bo'yicha o'sha hamma savollar javobi oxiri shu har birimiz mana shunaqa diplomdan ega bo'ldik. Ya'ni O'zbekistonda yagona klinika, shu Yevropeyskiy kollej flebologlar o'qigan vrachlar bizning klinikada. Shuning uchun yozilinglar vaqtida varikozni davolash imkoniyati bor. Yevropeyskiy standart bo'yicha to'liq davolaymiz. Hozir yangi usullarni kirityapmiz. U haqida yana yangi relsimiz ham chiqadi.